Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Internet deb oilam buzilmoqda. Bir singlimizning iltimoslariga binoan sizlarning hukmingizga havola qilamiz. Fikr va mulohazalaringizni va shu singlimizga maslahatlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. To'yim bo'lganiga 2 yil bo'ldi. Men kelin bo'lib tushgan xonadonda 4 ta farzand edi. Men eng kichik kelinman. Bu uyga kelganimda mendan 5-6 yosh katta qaynisinglim bor edi. Hali uzatilmagandilar. Kelin bo'lib kelganimda hovliga chiqqanimning ertasi kundoq ovsinim meni chiqishtirmaslikni boshladilar. Meni qaynonamga, ularni esa menga yomonlab, besabab uyda janjal chiqaradigan bo'ldilar. Bir kuni uyda katta janjal chiqdi. Qaynisinglim va ovsinim urushayotgandi. Men yangi kelin bo'lganim uchun indamay bir chetda turdim. Bundan qaynisinglimning jahli chiqib, "Sen kelgandan beri uyimizda janjal chiqadigan bo'ldi. O'shandan beri uyimizda baraka qochdi" deb meni turtib yubordilar. Shundan keyin bildimki, bu uyda qaynisinglimning aytgan degan ekan. Hatto qaynonam ham qaynisinglimning chizib bergan chiziqlardan chiqa olmasdilar. Bilardilar men ular aytgandek yomonlik qilmasligimni. Ovsinim va qaynisinglim aytayotgan gaplari meni gapirmasligim, lekin baribir ularning oldidan o'tib meni yonimga ola olmasdilar. Keyin ovsinim uydagilardan kelin bo'lganimga 1 oy bo'lmasdan ishlash uchun ruxsat so'radilar. Uydagilar esa ruxsat berishmadi, chunki ularda yosh bolalari bor edi. Shundan keyin men bilan bular bo'lmasga tortishaverib, umuman gaplashmaydigan bo'ldilar. Bunday hol qaytarilavergach, uydagilar vaziyat jiddiyligini bilib, ovsinimning tushlik paytigacha ishlashlariga ruxsat berishdi. Emizikli chaqalog'i esa menga qoldi. Ertalabdan kechgacha osh-ovqat, qaynonaning xizmatini tashqari ularning bolasiga qarashim kerak edi. Boshida tushlikkacha ishlab yurdilar va bir qancha vaqt o'tib to'liq ish tartibiga o'tdilar. Ertalab 9 dan kechki 6 gacha. Bola ba'zida sut emgisi kelib yig'lab onasini sog'inganda men telefon qilib shuni aytsam, "Men sizga o'xshab bekorchi emasman, ishdaman, vaqtim yo'q" deb telefonini jahl bilan qo'yib qo'yardilar. Oradan 4-5 oy o'tdi. Bu orada o'zim ham homilador bo'ldim. Homilador bo'lganimni uydagilarga aytganimda, ular ishonmay 19 yoshda qanday qilib bunday tez homilador bo'lish mumkin deb janjal chiqarishdi. Qaynisinglimga bu xabar yoqmadi. Ular ham tushunaman, ulardan yosh bo'lib, ulardan oldin kelin bo'lganim ham, ulardan oldin homilador bo'lganim ham balki ularga yoqmagandir. Shundan keyin meni turtkilay boshladilar. Bir kuni zinadan tushib ketayotganimda orqamdan kelib itarib yubordilar. Men esa yerga zarb bilan qattiq tushganimdan qornimda 5 oylik homilam nobud bo'ldi. Kasalxonadan uyga kelganimda bildimki, meni yonimda hech kim olmas ekan. Baribir yangi kelinning gaplariga kim ham ishonardi. Indamasdan yana o'zimning vazifalarimni qilib yuraverdim. Bu orada ovsinning oilasiga uy olib berildi. Alohida bo'lib ko'chib chiqib ketishdi. Qaynisingil ham uzatildi. Oradan 1 oy o'tib yana homiladorligini bildim. Bu safar o'zimni ehtiyot qilishga harakat qilar edim. Lekin shunda ham oldingilardek turtkilashar, qaynonam va qaynisinglim tomonidan davom ettirilardi. Qaynisinglim har 15 kunda uyga kelganda qilgan ishlarimdan ayb topib, meni qaynonam unday yoki bunday ishlarni qilishga majbur qiladilar. Kelinligingizga qattiqroq turing, oyi, deb ishlarni qalashtirib tashlar edi. Ko'pincha bitta o'zim ulgura olmay ham qolardim. Lekin o'sha payt endi ular bilan birga yashamasligimdan xursand bo'lardim. Bu orada erimning qizlar bilan gaplashayotganini bilib qoldim. Odnoklassniki saytidan gaplashar ekanlar. Bir kuni telefonlariga Odnoklassnikidan SMS xabar keldi. Telefonlarga kirganimda qizlar bilan gaplashganlarni hammasini o'qib qoldim. Bilaman, kirishim kerak emasdi, lekin keyin indamadim. Arqonni uzun tashlab qo'ydim. Davomi nima bo'lar ekan deb kutdim. Erimdan o'zgarish bo'lmasdi, insofga kelay ham demaydi. O'sha vaqtda homilam 4 oylik ham bo'lmagan edi. Keyin ochig'i erimga aytdim. Telefondan kirganimni, u yerda qizlar bilan gaplashganini aytganini tan olmadilar. Oxiri kirib o'zlariga ko'rsatdim. "Mana shu gaplarni siz yozgansiz-ku, gaplashgansiz qizlar bilan" deb aytganimda tan olib, "Boshqa qaytarilmaydi. Bu shunchaki yozilgan gaplar, zerikkanimdan kirganman" dedilar. Bunday ishlarni boshqa qilmaslikka so'z berdilar. Yana oradan ancha vaqt o'tib ketdi. Erim to'yimizdan oldin bir qiz bilan uchrashib yurgan ekanlar. Ota-onalari sovchilikka yuborganlarda u qizning oilasi qaynonamga ma'qul kelmagan ekan. O'sha qiz bilan to'ydan keyin ham ancha paytgacha gaplashib yurishgan ekan.
Keyin u qiz bilan o'rani ochiq qildilar. Endi erimga ishonib yaxshi yashay boshlaganimizda erim yana shu qiliqlarni davom ettirayotganlarini bilib qoldim. Bu orada anchasini bildim. Uyda janjal ham bo'ldi. Hatto arazlab uyimga ham ketib qoldim. Erim borib qaytarib olib keldi. Mana yaqin 1-2 oy ichida bo'layotgan voqea. Erim bir qiz bilan o'tgan yildan buyon gaplashar ekanlar. Uning ismi Lola ekan. U qizning telefon raqamini bilardim, chunki erimga ishonchim qolmagan edi. Umuman telefonlarni tekshirib yurardim. U qizning raqamini erimning telefoniga WhatsAppdan xabar kelganda ko'rgan edim. O'shanda qachon qo'ng'iroq qilasiz, jonim degan xabar kelgandi. O'shanda shu raqam yodimda qolgandi. Erim bir kuni xonada telefonni qoldirib chiqib ketgandi. Qo'ng'iroq bo'ldi. Qarasam aynan o'sha raqam. Telefonni ko'tarsam ovozim eshitib qo'ydi. Keyin qayta qo'ng'iroq qildim, o'sha raqamga olmadi. Biroz vaqtdan keyin o'sha raqamdan bir yigit qo'ng'iroq qilib, "Nega bu nomerga telefon qilyapsiz? Bu mening nomerim" dedi. Unga bu nomer uniki emasligini, u bir qizning raqami, uning ismi Lola, taniyman deb aytdim. Erimni 1-2 marotaba tushda alahsirab u qizning ismini aytib chaqirganini bilardim. Hattoki men bilan gaplashib turib ham Lola deb yuborgan paytlar bo'lgan. O'zimni bilmaganlikka olardim, lekin juda ham og'ir botardi. Bir kuni uyda yana janjal bo'ldi. Erimga "Shu qiz bilan yurar ekansiz, qo'ng'iroq qildi" desam, "Ish yuzasidan edi u" dedilar. Ish yuzasidan bo'lsa nega unda telefonni men ko'targanimda "To'g'rilikcha ishim bor, xo'jayiningizda, chaqirib bering" demasdan qo'yib qo'yadi desam, baribir tan olmadilar. Keyin oradan yana vaqt o'tdi. Shu mavzu ochiqligicha qolib ketdi. Ozgina vaqtdan so'ng yana ular gaplashayotganini bilib qoldim. Endi ular Odnoklassniki sayti orqali topishibdi. Bir kuni meni yaqin oradaligimni bilmasdan o'sha qizga "Endi Odnoklassniki orqali gaplashamiz. Bir qancha muddat telefon va WhatsApp orqali gaplashmay turamiz. Faqat o'sha sayt orqali gaplashamiz" deb bemalol gapirdilar. So'ng poylay boshladim. Bir kuni erim Odnoklassniki saytiga kirib, o'sha saytni o'chirmay chiqib ketdilar. Qiziqib kirdim, chunki juda qiyin ahvolda edim. Nima qilishni bilmay yurgandim. Orada bola bor. Mana 1 yoshga kirdi. Haligacha shu qiliqlarni davom ettiryaptilar. Mendan nima ayb o'tayotganini bila olmasdim. Kirib gaplarni o'qidim. Ishonsangiz, meni ko'chaga taklif etmaydigan odam u qizni kino, konsertlarga va boshqa har xil joylarga olib borar ekanlar. O'rtog'im bilan tushaman degandalar menga. Shu qiz bilan birga tushishgan ekan. O'sha yerga yozilgan gaplarni hammasini o'qib chiqib, bu haqida erimga aytishning foydasi yo'qligini tushundim. Chunki baribir tan olmaydilar. Keyin bir kuni o'zlari aytdilar, "Men u qiz bilan shunchaki ish yuzasidan gaplashganman. O'qishini hal qilib berganimda tanishib qolganmiz. Oramizda hech qanday gap so'z bo'lmagan" deb meni aldadilar. Mayli, shunda ham yarashishga harakat qilib yolg'on ishlayapti deb ko'chirishga harakat qildim. Endi bo'lsa ikkilanyapman, chunki ko'nglim hamma narsadan sovib bo'lgan. Hatto erimning oilasidan ham menga munosabatligi juda yomon. Men esa aybimni haligacha bilmayman. Orada bola bor. Shu ham erimni to'g'ri yo'lga qaytara olmadi. Hozir yurmayman, gaplashmayman deb aytadi, lekin to'g'risini aytsam erim bilan birga bo'lishga hatto ko'nglim bormaydigan bo'lib qolgan. Ko'nglim sovib ketgan hammasidan. Erimga ishonmayman, nima qilishga hayronman. Bir kun o'sha qizga SMS yozgandim. "Oilamni tinch qo'y, orada bolamiz bor, uvoliga qolib ketasan baribir, nima qilasan erimga osilib" deb yozgandim. Javobimga "Qo'lingdan kelsa eringni ushlab qol. Hozir zamon shunaqa" deb yozdi. Bu dardimni kimga aytishni bilmayapman, oyimga ham ayta olmayman. Hozir xayolimda faqat shu narsalar. Nima qilayotgan bo'lsam ham erim baribir yuradi. Hozir qayerdadir, kim bilandir deb o'ylab yuraman. Ertalab ishga kuzataman, kechqurun kelgunicha shu qizlar bilan gaplashish haqida o'ylayman. Men uyda o'tiraman bolaga qarab, uy yumushlari bilan. Erim ko'chaga umuman chiqmaydi, ishlashimga ham, o'qishimga ham ruxsat bermaydi. Shunday bo'lsa ham o'zimga qarashni esdan chiqarmaganman. Doim yasanib, bo'yanib, ozoda bo'lib o'zimga yaxshi qarashga harakat qilaman. Shunday bo'lsa ham erim qizlar bilan gaplashishdan o'zini tiya olmaydi. Hozir uyatli gap bo'lsa ham aytaman. 1-2 shunday vaziyat ham bo'ldiki, erim sal teginishi boshlaganda hech ham yaqinlashtira olmadim o'zimga. Ko'nglim shu darajada sovib ketgan. Hozir kunim o'tsa bo'ldi shu uyda, faqatgina bolam uchun yuribman. Shu sizlarning saytlaringga erim kirib turadi. Zora shu gaplarni o'qib o'zi yaxshi xulosa chiqarsa, o'ziga o'zi shu savollarga javob berib ozgina o'ylab ko'rsa, to'g'ri yo'lga qaytsa, men ham shunaqa yuraman-ku, nega xotinimni qiynayapman deb o'ylar balkim.
Berilgan fikrlardan o'zim uchun ham, o'zi uchun ham bir xulosa olar, chunki men shu paytgacha gapirayotgan gaplarim unga ta'sir qilmagan. Men bilaman, o'sha qiz bilan haligacha gaplashadilar. Buni bilib yashash juda qiyin. To'g'ri, aybim telefonlarni kovlaganim. Bundan oldin Sayyod aytgandilar, ayol kishi erkak kishining telefoniga tegishi kerak emas deb. Lekin majbur bo'lgandim, bilishim kerak edi. Mana hozirgacha aldaydilar. Meni gaplashmayman, qaramayman deydilar, lekin ertalabdan kechgacha iPhone'larga tikilib o'tiradilar. WhatsApp chiqdi, balo chiqdi o'zi. Shu WhatsApp orqali qizlar bilan gaplashib o'tiradilar. Lekin menga ham muomalasi yomon emas, baribir alam qiladi-da. Hozir Xudoga shukr, qaynonamning munosabati yaxshilangan, nisbatanki, lekin qaynisinglim uyimizga kelganda yana avvalgiday siltalash boshlanadi. O'zim to'g'risini aytsam, o'ziga to'g'ri ro'li oiladan o'rtahol oilaga kelin bo'lib tushganman. Shaharda oilamizni ko'plar tanishadi. Buni aytayotganim meni tili qisiq joyim yoki boshqa muammo yo'q. Shunday bo'lsa hamki, boyligimni gapirgan yoki manmanlik qilgan qiz emasman. Balki erim o'zi yaxshi ko'rganini olib berishmagani uchun shunday qiladimi, bilolmayapman. Bir kuni qaynonamsiz chiqib ketamiz. Bu uydan qaynota va qaynona bilan yashamaymiz, ularning xizmatlarini qilmayman deb ko'p aytgan ekansiz. Ovsiningiz aytib bergandi deb aytib qoldilar. Men esa unday emasligini, bu ovsinimning gaplari ekanligini tushuntirdim. Rostdan ham ovsinim shunaqa derdi doim. Menga esa farqi yo'q edi. Qayerda bo'lsam ham erim yonimda bo'lsa bo'ldi edi. Mening dardim, chunki uni sevardim juda ham. Ovsinim bir kuni bir narsa uchun uzr so'radilar. Menga hasad qilganlarini va ko'p ishlarni atayin qilganliklarini tan olib gapirib berdilar.